Yo, hammaga assalomu alaykum akalar. Sizlar bilan bugun men Neyzo. Bugun sizlar bilan million yilda bir chiqadigan Minecraft video chiqadi. Bugun ham serverda o'ynaymiz. Chunki oddiy yo'l o'ynab kelmayapti. Motor yo'limga chiqyapti videoda buzib. Mayli, bunga e'tibor bermaymiz. Bugun biz sizlar bilan serverda Viking machoq o'ynaymiz. Ana buni. Server The Hive. Bunaqa. Yeah. Men bilan ulanib o'ynamoqchi bo'lganlar versiyam 1.26.12.2 nekimnikini aytaman. Hozir aytmayman. Chunki hozir ko'rinmasak ham biladi. Ha, nima tanlasa ekan akalar? Kitob o'qi olim bo'l deganda somonni tanlaymiz. Menda kim bor ey? Boshlang'ichda o'tirib deganimcha boshlanib bo'ldi. Mayli. Yaxshi, yana qidiruvchi berdim. Ha, bila o'tirganim esimda yo'q. Samon qayda ko'p bo'ladi? La'nati. Hammana mashayga ko'p bo'ladi ekan. Teksturda pakim bor meni. Ha, uka nimaga? Somonchi eng yaxshi joy mana shu somonni yoni. Qidiruvchi meni ekan akalar. Nima deb o'ylaysizlar? 4,5 minut ichida mana shu yerda o'tirib, qochib, bekinib, nimalar qilaman. Keyingi video nima haqida bo'lishini ham yozib qoldiringlar. Kecha shorts qo'ydim, ko'rganlar uchun ko'rdi. Menda inglizcha kontentga ham o'tmoqchiman, chunki o'zbekcha kontentdan aktiv hech kelmayapti. Lekin agar inglizcha kontentda ham o'zbekchani ham qilaman. Lekin 10 minut ichida 230 tadan ko'p ko'rishlar olingan videodan menimcha inglizcha kontent yaxshi deb o'ylayapman. Bilmadim akalar. Bu narsani endi kommentda ochiq qilib qo'yaman. Aytinglar, nima qilay? Maslahat beringlar, yaxshi youtuberlar bo'lsa maslahat beringlar menga. Men g'udaya bo'tiraman, mana edi 70 bitta onashi bor. Kecha 72 ta edi, bittasi отписка olibdi. Mayli, nima ham deymiz, insof bersin deymiz, maksimum. Gapirgandan foydasi yo'q. Mayli, videodan tashqariga chiqmay, mana edi yuribdi ekan, bilib ko'rmaydi yaxshi. Ko'rmaydi-da, blok bo'lgandan keyin qayda ko'radi? Nima edi, lekin? Mana orbita 67 21. Mana shu menikim. Ko'nmayapti deb o'tiribman ekan. Dozga tashab qo'yaverasizlar. Keyin mana shu versiyani tortsanglar, birga o'ynaymiz. Yana aytib o'taman, versiya 1.26.12.2. Bemalol tortishlaring mumkin. Agar xohlasanglar, Instagramdan aloqaga chiqasizlar va video olishimiz ham mumkin sizlar bilan. Xohlagan ideyalaringni aytasizlar. Eslicha Instagramnikimni kommentga yozib qo'yaman, tashab qo'yaman. Hali ham ko'rmayapti. Nima deb sizlar James o'zgartiraymi? 2 minut qolyapti. Bu yoq Instagram, YouTube deguncha 2 minut o'tib ketibdi. Qaranglar, zo'r teksturlar pakda, mana shunaqa teksturlar pakda oldimmi anondaqa. Animatsiya videolarda ko'rardim Minecraftda. Shader bilan o'ta zo'r ketadi lekin. Shader ishlamaydi menda. Nimaga? Chunki bu Bedrock versiyada normalniy shader ishlashi qiyin. Voy cheater bu 100%. Точно meni oldi chunki, точно meni oldi. Cheater bu. Men javob berib aytalamanki bu cheater. Endi birliksoga qaytamizda qadrlaymiz bile. Qadrlashni bilan yomon ko'raman. Men ko'ra begona ish yaxshi, milliard marta. Somon bor ekan, bitta somon bor ekan Vikingga. Endi somon qidirishim qolmadi. Bagchi yo'q, bu ham emas. Balglar ham bo'lgan. Mana yerda ko'rsatib qo'ygan nimalar borligini.
Sen misin? Yok. Bu mes. Bile kayıya bekingen. Sen misin? Sen mi? Hayır sen de sen. Yok. Üf, şunu söylüyorum takıda işte. Kim o adam beni öldürgen ciddi yazıyor söz. Ben garanti bilemem çünkü точно beni uzdu. Başka bloklarda olup oturmayı. Kutbetçalar gelmeyin sabbesi neymiş? La kayda yanına bu. Üf, kadar düşünüyor ama. Yutkuzduk ekele yutkuzduk tavazla kayga bekingen mi olsa? Kadalış menga fazla. Ben bekinishga yaxshiman, kadalışqa emas. Video yeslicha ertaga ham chiqishi mumkin, ikkinchi qism agar. Bitta video o'ta qisqalik qiladigan bo'lsa, o'yinga yetmasa. Zinadan tez chiqarkan mashina endi e'tibor beribman. Ha, menga o'tirinlar gaplashayga. Suhbatdan onda pistab kelmas. G'iybat emas lekin. Gaplashamiz bo'lsa. Nima tanlasamikin? Nima? Oq jin yoki allaqanday xum taxta tanlaymiz. Dunyoda nima ko'p? Taxta ko'p bu dunyoda. Taxta kim bor u qanaqasi? Cho'chqa o'g'il ekan. Cho'chqalarga ishonmaslik kerakligini men doim bilardim. Ular o'g'illigini ham bilardim. Shuning uchun cho'chqalarga ishonmayman. Qanaqa taxtaman men, ey? Qayga bilad? Bunaqa taxtamanmi? Ha, shunaqa taxta ekan men bilay. La ko'rib qoldi. E'tibor bermagandir balki. Mana ideal to'pdan. Qanaqa men odamga o'xshayman. Men taxtaman men prosta. Men taxtaman, menga e'tibor bermash. Men ko'rinmas odamman, taxta shaklidagi. Telefonda yozib ketiladi. O'tib ketdi. Men topib oladi deb o'yladim lekin. Ketdi bu. Buni qiziqqanlar bo'lishi mumkin olamizda. Bu tepada stikkercha paydo qiladi. Bunaqa narsa borda, mana shu stikker bo'ladi tepada. Odamlar tovushiga yordam qiladi. Ko'chada ham qushlar chingil kalit ovoz chiqaryapti. Bu orada anaqanim bo'ldi. O'ylab yesin, bu orada hech balo yo'q. Kanikullarimni o'qiyapsizlar. Balkim bundoq deb PUBG'da bosyapsizlarmi, insani bosyapsizlarmi? Yana moda o'ynayapsizlarmi? Faqat ish qilyapsizlarmi? Sizlarda ham ish qilishyaptimi bilaman, bu narsani tushunaman men ham. Yo'q, qilichni bekit. Ko'rgan odam onaqa deb o'ylaydi. Voy. Ey jon, ey. Voy bilet. Yonimda ishtasi o'tib ketdi. Voy bilet. Gap yo'q lekin. Qayerdan 67 deb yozyapti. Yo, hazillashma kelar. Bu narsani tushunmaydiganlarga yaxshi omad tilayman. Tushunadiganlarga hayolni buzmaymiz. Ya şeyde o'tirmagan dalchi yo'q, o'tiraman bo'ldi, hazillashdim, o'tiraman. Ozmash yonni buni bloklarda o'zib o'tib ketayotdi. To'g'rilmayapti. Buni ikkovi ham o'tib ketdi. Wow, shunchalik ham so'zbekinaman, tabi.
Agar men bilan tushib qolsanglar, men tovush tayyorlaringdan chiqaringlar. Xo'pmi? Anaqa o'ta qattiq bekinamanmi? O'tgan safar biz bo'lib qoldi. Просто chitdi edi. Точно menga oldi-yu, ko'zinglar boshqa bloklarga qaramay menga oldi. Hozir ikkita blok turib qo'ygan, 2 dona. 30 sekund vaqt bor, ikkitamiz. Bittasi men, bittasi kimdir, lekin hozir menaydan yonimdan kimdir chiqib ketdi. Tolma. Tovolma. Miyangga qutishga tovolma. Ya 10 sekund. Qo'limda ushlab turdim, ko'rmadi. Qo'limda ushlab turganimni ko'rmadi. Qo'limda ushlab turdim, ko'rmadi. Qo'limda ushlab turdim. Qo'limda uni zimlatda ushlab turdim, ko'rmadi. O'ltirib ketsa bo'lardi, lekin o'sha payt. Hozir agar yana bitta matchga yetmaydi, tipa vaqt. Kimdi eshak, oldindan eshakdi. Unda vaqt yetmasa, men просто ekskursiya qildiraman. Ko'rmaganlar bo'lsa, agar Microsoft account ochishni bilmaydiganlar bo'lsa, Instagramdan aloqaga chiqasizlar. O'zi easy peasy narsa YouTubedan ham bemalol tavsiyalarim bo'ladi, lekin aynan meni eshitmoqchi bo'lsanglar, hamma aytgan gapni men ham aytaman o'sha ochish usulini. Nima oldim men hozir? Nima oldim? Hech nima olmabman. Nimadir olinganini tovush. Menimcha ko'rgansizlar. Parkurdan o'xshamadi. Menda hech kim yo'q ekan. O'tirishga yaxshi joy. Aylanib yurasizlar. Chiroyli videosalarim bo'lardi bu yerda ham. U vaqtda dashi kiyimi ham bor ekan. Men o'zi bajaylari endi kelyapman. Video bahana ko'rsatib qo'ydim. Если что, agar normalni хотя бы ko'p narsa so'rayman. Shu video bugun o'zida 200 tadan oshiq ko'rishlar ko'rsa, 7 taga ikkinchi qismini ko'rsataman. Chiqaraman. Qo'y meni orqamdan yururlar ekan. Nima ekan? Placeholder. Joy usha to'g'ridan tarjima qilinsa. Shunaqa tarjima qilinsa. Keyin men qozoqchiman, lekin men Call of Duty'da Ghost personajiman. Buni bilgan biladi bu personajni. Bilgan biladi. Call of Duty o'ynaganmisizlar? Men o'zim shaxsan o'ynaganman. Ko'p qismlarda o'ynaganman. Sizlarga beraman, yaxshi o'yin. O'ta zo'r o'yin. Telefon versiyasi emas, kompyuter versiyasi zo'r. Mo qo'yam yurakka to'kildi, bola orqamdan yuradi. Bo'pti akalar, hammaga xayr. Sizlar bilan men shunday izoh bo'ldim. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, endi videolar ko'p chiqadi shunda. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, video yoqqan bo'lib, hammaga xayr, ishlar